Assalomu alaykum, qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Tanur Bakri. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishish fursatiga erishganligimdan to'liq xursandman. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Kucha Qizil Ming uyi Budda dinining sharqqa tarqalishidagi muhim tugunga joylashgan. Shunglashqa Kucha Qizil Ming uyi O'rta Osiyo va Sharqdagi ming uylar ichida nihoyat muhim o'rinda turdi. Hazır Qızıl Ming uydagi 80 dan ortiq g'arda 10 ming kvadrat metrdan ortiq ko'lamdagi buddizm tom rasmlari saqlanib qolgan. Undaqda bu tom rasmlarda qanday mazmunlar bor? Tom rasmlarga qanday hikoya va sirlar yoshirilgan? Qizil Ming uyda nimishqa hayvonot obrazi tushirilgan naqsh bezaklar ko'p uchraydi. Buning qanday ma'nosi bor? Qiziqsanglar diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Memleketimizde hazır saqlanıvatqan ming uylar ichida buddizm hikoya rasmlari eng ko'p saqlangani Avtonom rayonimizdagi Kucha Qizil Ming uyi bilan Dongxang Mogao g'orlaridir. Yaralmış hikoya rasmlari va haj sabab hikoyalarini alsak, tur jihatdan olganda Qizil Ming uydagisi Mogao g'orlaridan ko'p. Kuchadagi Qizil Ming uy tam rasmlarining har birining o'zgacha hikoyasi bo'lib, buningga yushirilgan hikmatlar kishini cho'nqur o'ylantirdi. Undaqda biz hozir 17-g'ar, ya'ni Bodhisattva Torusliq g'aridagi hikoyalar quloq solaylik. Kucha Qizil Ming uyi yaralmış hikoya rasmlarining voqelik turi bo'yicha tadqiqotga asoslanganda, Qizil Ming uyda hozir saqlanayotgan yaralmış hikoyalari 135 xil 440 parchadan ko'p bo'lib, 36 g'arga sizilgan. Biz şu turist kısmı qaraydigan bo'lsak, bu her bir katekside men bayatında bettim, bir hikoyalar yazılgan. Bu qarninki bütün muş turist kısmında jami 43 yaralmış hikoyasi var. Hem bu yaralmış degan gap, bu dadında bir inson tug'ilgandan keyin bu bir sansar, ya'ni mush chaqdak cho'gilab yuradi bo'la. Ya'ni tug'ilgandan keyin yana bo'lak yaxshi qilgan bo'lsa, yaxshi bir odam, yaxshi hayvon, yaxshi bir narsalar tug'iladi. Shunlashqa bu Sakyamuni tug'ilishdan ilgirma har xil qismatlarni beshidan ko'chirib, eng oxiri mushu Hindistondagi bir shohning uyida Siddhartha ismi bilan tug'iladi. Mush bir jarayonning hammasini Buddadinni yaralmış hikoyalari, ya'ni mush Buddaning tug'ilish hikoyalari deydi. Qizil Ming uydagi yaralmış hikoyalarining ko'p qismi qadimgi Hindiston, O'rta Osiyoda tarqalgan xalq cho'chak rivoyatlaridan iborat bo'lib, cho'nqur tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bu o'tunchining o'chiga ayiqni ko'rsatib qo'yishi degan hikoya. Bu qadimgi zamonda bir o'tunchi bor bo'lib, bizlarning bir kuni bu shu bir tog'da bir ayiq bilan do'sab qolibdi. Bizlarning bir kuni bir ovchi bu ayiqni izlab kelib qolibdi-da. Sen mush atrofda bir oq ayiqni ko'rdingmi? Desa, "Voy, yo'qmi, oq ayiqni ko'rmadim." Degandan keyin bu ketib qoldi ekan. Yana birdan o'tgandan keyin bu ovchi keldi. Endi bu o'tunchiga deydi, "Sen shu oq ayiqni ko'rdingmi?" degandan keyin, "Oq ayiqni ko'rmadim." degandan keyin ovchi uni tushuntirdi. "Sen shunda jafo chekib nima qilsa, agar biz oq ayiqni ko'rsak, uni ossak, uni o'ltirib, terisini bozorga borib satsak, sen bay yashab turmush kechirib, bunda namrat g'urbatchilikdan qo'l uzsa degandan keyin o'ylasa rost. Shuning bilan uni boshlab o'nkirni oldiga berib, ovchiga mush o'nkirning ichida degandan keyin ovchi yodin o'qni uzidi, ayiq uludi. Dal shu chaqda uning ikki qo'li uzilib, yag'ib ketdi. Mana bu shu do'stlarga asiylik qilish, ishlarga yomonlik qilishning oqibati, ya'ni shunday jonli zaman bo'lish degan bir haqiqatni bizga tushuntirib berdi.
Kucha qizil ming uydagi rasm shakldagi yaralmış hikoyalari romba shaklli katakchilarga sizilgan. Bu xil alayda ifodalash shakli faqat Ko'san rayonidagi bir qancha ming uylarda ko'riladi. Hatto Avtonom rayonimizning sharqidagi Turpan rayonidagi ming uylarda ko'rinmaydi. Rombusiman taq hikoya rasmi bo'lsa, qizil ming uyning eng dastlabki ifodalanish shakli hamda qizil ming uydan 4 davrining, ya'ni qizil ming uy dastlabki qezilgan, taraqqiy qilgan, gullangan, xarablashgan davrining hammasida sizilgan. Bu xil alayda ifodalash usuli ehtimol qadimgi Ko'san rayonidagi millatlar yaxshi ko'radigan xalq orasidagi bezak naqshi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Bu hikoyalarda yana shu odamninki yana sakamini to'g'rishtirligida endi hayvon siyoqida, ya'ni pel, beliq, maymun, hatto shu kaptar ashunda siyoqida tug'ilib, insonlarninki shu irodasini, chidamchanligini, shu bir e'tiqod qilib olgan chidamchanlik yoki bo'shangligini sinaydi. Masalan, shu Ming'oy tam rasmli hikoyasida bundaq hikoyalar intayin ko'p uchraydi. Buduning yaralmış hikoyasi bo'lgan Nirvana qissasi bo'lsa, Kucha qizil ming uy tam rasmlarida eng ko'p sizilgan temalardan biri. Hozir tam rasmi saqlanib qolgan 80 dan ko'proq g'or ichidagi 53 g'orga Nirvana qissasi hikoyasi sizilgan. Ondaqda nima sababdan qizil ming uy tam rasmlarida bu xil mazmun ko'p uchraydi? Buningga yana qanday sirlar yoshirilgan? Biz deyotgan endi Nirvana bo'lsa, bu Buddadinninki shu eng yuksak manzilga yetganni Nirvana deydi. Endi shu Hinayana mazhabida Buddadin boshqa har qanday inson Nirvanaga yetmaydi. Nirvana degani endi garchi mushalıqqa u endi bizdan hozir aytilgandan u naiti azobdan qutuldi. Azobdan qutulib, azob dengizini yengib, bilak bir dunyoga ketdi deymiz. Endi bu madallam aqzatilimizda aytgan chaqda vafot bo'ldi. Lekin u Buddistlar uni vafot bo'ldi demaydi. Bu buyuk manzilga yetdi. Ya'ni butun azob uqubatdan qutulib, o'zi yana bir dunyoga yashashga ixtiyor qildi degan ma'noda. Kucha qizil ming uydagi nurg'un g'orlarning oldi xonasi bo'lsa-mu, lekin ko'p qismi ko'mirilib tushgan. Faqat tuz g'orining oldi xonasi xili yaxshi saqlanib qolgan. Onun ustiga ikki tarafdagi tomdagi rasmda olvostini al qilish asosiy tema qilgan tom rasmni ko'rib olamiz. Burnusda bir Hindistonda bir podshoh bo'lib, bu naiti haqni aminlik bilan, odillik bilan so'rab bay-bay yashab turmush kechirdi ekan. Yani kunlarning bir kuni bu elga qahatchilik, ocharchilik yuz berib, nurg'un odamlar qirilib, ocharchilikdan hatto o'zining bolalarini yeydigan. Shu holat ketgan chaqda, anada ekan bu pil, ya'ni bu pil asli bir podshoh. Bu qolgandan keyin qarasa, bu hammadan qirilib ketgan, shuning bilan bu xalqni oldiga berib deydi ekan. Sizlar oldingizga mangsanglar, ya'ning ostida bir pil bor. Shu pilning go'shtini yeysanglar, sizlar bu ocharchilikdan qutulasizlar. Degandan keyin xalq shu yoq mangadi ekan, bu darhol shu pilga aylanib, o'zi shu yodin o'zini pastga etib, xalqning kelib ketishini ko'rdi ekan. Podshohningki pilga aylangan shu holatdagi pilning qo'sqini yerib, go'shtini yeyotgan holat. Qadimdagi shu dillarninki o'zini qurbon qilib, boshqalarga yaxshi ish qilish, shunday bir ideya shu hikoyada ifodalandi. Kucha qizil ming uy tom rasmlarida yaralmış qissasi rasmdan boshqa yana nurg'ulg'an tamsillar, rasmlarmi bor? Burnusda 500 savdogar bir eldan yana bir elga savdo qilib mangibdi. O'rmonlik kelgandan keyin shu vaqtdagi diva mush alvaslarni eziqtirish orqali bular yo'lda ezib qoldi. Oxiri
karvon beshi bu alvaslarning iziq turishi jinshayotullaninki ularni qaymoqtirish ekanligini bilgandan keyin shu chog'da o'zining kiyimini silib bu qo'liga yo'gaydi ikki qo'liga uni mashal qilib qorong'ulikni yo'ritib savdogarlarni qorong'ulikdan shu o'zining manziliga olib chiqadi dal shu manzilga olib chiqqan chog'da buning tiymoqlaridan tortib butun kuyib bo'lgan mana shunda bir hikoya buningda shu qadimki shu ipak yo'ldagi savdo ayni davrdagi shu bir jonlangan bir holat aks ettirib bergan ya'ni savdogarlarniki ayni davrda tugini bular shu karvonlarni asos qilganligi ayni davrdagi bundan boshqa shu yerdagi qadim xalqlarniki kiyim kechaklari urf odatlari haqida bir materialga ega olamiz. Kuchadagi Qizil Ming uy tam rasmlarida hayvonot obrazi bosh tema qilingan hikoyalar nihoyat ko'p uchraydi. Undaqda ayni vaqtda nima sababdan hayvonot bosh obrazi Bizaklik Ming uyda tam rasmlari o'rnida ishlatilgan, buningga qanday sirlar yoshiringan? Hayvanotlar obrazining tam rasmlaridan ko'p ishlatilishi avtonom rayonimizdan uzoq tarixga ega. Kucha Qizil Ming uydagi g'arlar ichiga sizilgan o'zini qurbon qilib yo'lbosni ochliqdan qutqizish hikoyasi buning tipik misolidir. Birinisida bir podshoning uch o'g'li bo'lib, ular bir-birisiga ijil amroq inoq ittifoq ekan. Bir kuni bular bir o'ynagan chiqar ekanda, bir o'rmonlikka ketib olsa, qarshi bir och bir kishi yo'lbos 3 tal olboyniqni agashtirib ketib olgan, yeydigan narsa yo'q, bir ustixon bir teri bo'lib qolgan. Mahasat deydi ekanda ikki aksiga Vay qarindoshlarim, biz endi shunda bir shahotamninki g'amxo'rligi kutish bilan shunda baybayashat to'q yuribmiz. Biz mushu ana yo'lbos qaraylar, uchi mushu olboyniqni olib, mishadi uyla tirilishga qaramay, mushu balasini deb hozir yerimjon bo'lib qopti. Sizlarning shunda bir qutqizilish uyanglar yo'qmi degandan akillarninki qarindoshlarining nasihatiga pasand qilmay, ularni to'sishga qaramay, ular tog'dan igiz taq chiqib o'zini yaga otib shu yo'lbos o'zini yem qilib birdi. Bu hikoyada endi shu yo'lbos shu bir chaqda u yo'lbos bo'lib tug'ilib, shu Sakyamunini sinaydigan bir hikoya deb qaralyapti. Qizil Ming uyni markaz qilgan Xinjiang Ming uy tam rasmlari orasidagi budda hikoya qismlarining ko'p qismida hayvonotlar bosh tema qilinib, yaxshilikning mukofoti bilan yomonlikning jazosi tasvirlangan. Yani bir maymun şahninki o'zini qurbon qilib maymunlarni o'limdan qutqizishi degan hikoya. Bu hikoyadimi shu maymun shah o'zining shu qavmini qutqizish uchun, ya'ni shu ovchilarningki hujumdan saqlanish uchun bu shu maymun tabiqlarini toifalarni ilib qochadi. Qochib bir daryoga kelgan chog'da oqisdan ovchilar qo'g'lab kelgan oldi daryo. Qanday qilish kerak? Bu endiki darhol aql topadi. O'zi shu yerga berib ikki qo'lini, ikki putini ikki taraf bog'lab shu yerga ko'rik bo'lib turdi. Anadagi shu butun maymunlarni ustiga dastlab o'tishni buyurdi. Eng oxir bir maymun o'tgan chog'da bu maymunninki shu bili uzilib ikki parcha bo'lib ketdi. Bu shu o'zini qurbon qilib, omma uchun, xalq uchun, hatto fuqaro uchun shu o'zini qurbon qilishdek bir markazda aks etilgan hikoya. Kuchadagi Qizil Ming uy tam rasmlarida qadimgi Hindistonda ativolinadigan maymun, to'z, pil obrazi eng ko'p uchraydi. Ba'zi hikoyalarda yana otma bor. Kucha Qizil Ming uy tam rasmdagi nurg'un cho'chaklarda mana mushunga o'xshash hayvonotlarning o'zining hayoti badaliga insonlarni azob oqibat va boshqa qiyinchilikdan qutuldirishdek esil ro'yi hikoya qilingan. Bu yana o'z navbatida Budda dinining tinchlikni yoqlash aqidasi bilan zich munosabatli.
Hayvanotlar obrazi tushirilgan tam rasm bezaklar avtonom rayonimizning qadimgi davr naqqoshlik, bezakchilik san'atidagi bosh temalarning biri bo'lib kelgan. İslamiyetdən keyin canlıqlarning rasmini sızmaslik aqidasimi bu temini tamamen yo'q chiqarolmagan. Kucha qizil ming uyda yana nurg'ulg'an qadimgi yeziqlar saqlanib qolgan bo'lib, ular beg'ishlimi suftidan g'orlarning tomlariga siyohda yoki qattiq narsa bilan o'yib yozilgan. Bu yeziqlar shu davrdagi ko'san xalqining ijtimoiy turmush va madaniy hayotini tadqiq qilishda kam bo'lsa bo'lmaydigan birinchi qo'l material bo'lib hisoblanadi. İpek yo'ldagi shu to'rt xil madaniyat, ya'ni Jungoning o'tirzang madaniyati, Hindiston madaniyati, Iron, Fars madaniyati, Ishkidli Arya vadisi madaniyati, ya'ni shu ba'zi chog'da Yunon madaniyatlari İpek yo'li orqali shu birdan bir shu Xinjiangda uchrashgan. Bularmi buning ifodasi shu ming'oylarda o'zini topgan. Hatto gul nusxalar bo'lsin, bularning hammasida shu xil madaniyatning jug'urlanganligi. Bular jug'urlab shu Junxo madaniyatini taxmin baytib kelganligidan iborat bir madaniyat hadisasi ifodasini topgan. Kucha qizil ming uyda taxminan milodiya 5-asrda qazilgan 10-g'ar alayda ko'zga chiliqdi. Kucha qizil ming uyda topilgan tam rasmlarining soni intayin ko'p bo'lib, har biriga birdan mazmun va uslub singan. Bu tam rasmlar badiiy qiymati yuqori, ta'siri va donqi zo'r budda san'at qasri bo'lib hisoblanadi. Undaqda Kucha qizil ming uyda bu jihatda yana qandaq alohidliklar bor? Ayni davrda bu g'orlarni qazishda qandaq usullar qo'llanilgan? Qiziqsanglar deqtinglar, kelar hafta ko'rsatiladigan bayqash programmamiz bo'lsin. Görümen dostlar, bayqash programmamızın bugünkü sani maşada axırlaştı. Köngül qo'yib ko'rganinglarga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.